72 milliongacha skidga e'lon qildik. 72 Suyist oilasiga yana yangi brendimizga qo'shildi. S06. Hali buni hech kim ko'rmagan. Birinchilardan bo'lib siz obunachilaringiz ko'rishyapti. 1-aprel kuni Xumarinada prezentatsiyasi bo'ladi. Siz naqd to'lovsiz asosida, xohlasangiz avtokredit, yo рассрочка, boshlang'ich to'lovsiz olsa bo'ladimi yo'qmi? boshlang'ich to'lovsiz. Bu Abagrev Abduf bor. Bunda Abduf Abagrev pamять sidinligigacha bor, okey? Sony kolonkalarda. Sony kolonka. Bunga bemalol metan, propan qo'ysangiz bo'ladi. Aka, bundan zapchastdan muammo yo'qmi? Yo'q, zapchastdan umuman muammosi yo'q. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana men bugun Toshkentda joylashgan Suyist Sergeli saloniga keldim. Bugun Suyist Sergelidan ko'rib chiqamiz, qanaqa yangiliklar bo'lgan deysalaringiz agar 72 milliongacha chegirma ketyapti. Modellarga qarab, bu mashinani siz o'ylagandan ham narxi ancha arzon, komfortlari zo'r. Qanaqa komfort kerak bo'lsa, mana shu mashinadan bemalol topsalaringiz bo'ladi. Bu mashinani qanaqa yo'l bilan xarid qilaman deysizlarmi? Naqd, avtokredit, рассрочка orqali bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Trading xizmatlari ham bor. O'zingizda haydab yurgan mashinangiz bo'lsa olib kelasizlar. Yaxshi narxlarda hisoblab olishadiki, o'zingizga yoqqan modeldan bemalol ko'rib xarid qilib ketishlaringiz mumkin. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, pastdan o'ng tomoningizda podpisatsiya tugmachasi bor. Shuni bir marta bosib qo'ysangiz, bizga obuna bo'lasizlar, bizdan chiqadigan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin. Sizlarni ko'p kuttirib qo'ymaymiz. Videorolikni boshlaymiz. Mana aziz obunachilar, Sergelidagi Suyist avtosaloniga keldim. Hozir ichkariga kiramiz. Qani ma'lumot olamiz, qanaqa yangiliklar bo'lgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Amanbek aka, xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. O'zingizchi? Qanaqa yangiliklar bo'lgan? Aka, bayram oldi. Suyist Sergelida yangiliklar ko'p aka. Yangiliklardan birinchisi, mashinalarimizga qarab turib 72 milliongacha skidga e'lon qildik. 72 milliongacha. 72 million. Yana bitta yangiligimizdan bittasi Suyist oilasiga yana yangi brendimizga qo'shildi. S06. Hali buni hech kim ko'rmagan. Birinchilardan bo'lib siz obunachilaringiz ko'rishyapti. Gap yo'q. Old tarafidan ko'rayotgan bo'lsangiz, okey, Lamborghini Urusga o'xshab ketyapti. Albatta, dizaynlari o'xshab ketadi, ha. Juda qaranglar, chiroyli ekan, haqiqatan. Chiroyli ishlangan. Ancha kompaktni, shahar ichiga ancha mos mashina. Dizaynlari ham, faralarini ko'rsangiz, boshqacha bo'lgan. Qanaydir derski ko'rinishda bu. Rangchasi ham qanaydir nima deydi? Noodatiy rangda. Ko'chada har doim ko'raveradigan ranglaringizdan emas. Neobishniy ranglaridan bor. Misol oq qoradan zerikkan akalar bo'lsa, mana marhamat. Boshqacha rangidan, boshqa modeldan, aka. Xuddi shunaqa. Keling, qani salon ichini bitta qisqacha ko'rsatamiz. Bo'ldi, keling aka. Mana salon ichlari ham juda ham chiroyli ekan, aka. Ko'rayotgan bo'lsangiz, aka, ortiqcha detallari yo'q, skromniy mashina. Xo'p. Aka, buni bagaj ochilishlarini ko'ring. Bu orqasi ham haqiqatdan o'xshab ketgan Lamborghini Urusga. Shunaqa aka. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bagajlari ham ancha derski ochilyapti. Zo'r. Endi yopib qo'ysangiz bo'ladi bagajini. Xo'p. 1-aprel kuni Xumarinada prezentatsiyasi bo'ladi. Siz obunachilaringizga agar qiziq bo'lsa, 1-aprelni kutib o'tirmaymiz, bizga tezroq obzor kerak desa, avtosalonimizga kelasiz, Suyist Sergeliga batafsil ma'lumotlarni beramiz. Gap yo'q. 1-apreldan уже sotuvimizda. 1-aprelda уже sotuvga chiqadi. Xuddi shunaqa. Agar Agar qiziqqanlar bo'lsa, Suyist Sergeliga kelasiz, menejerlarimiz tomonidan batafsil ma'lumotlarni berishadi, ko'rishadi o'zligi. Birinchilardan bo'lib. Har doim shida bo'ladi, xohlasangiz kelib, Bekzod aka menga kerak to'liq obzorni qilib bersangiz, ular qilib beradi obzorni. Xuddi shunaqa. Xo'p, aka, qaysi modeldan boshlaymiz obzorni? S07 dan bitta boshlaylik. Ko'p obunachilarimiz so'rashyapti, S07 dan qilinglar deb. Mana S07. Xo'p, bu qanaqa aka pozitsiyasi? S07 da luxury pozitsiyasi bo'ladi. Eng full, ha? Eng full pozitsiyasi. Eng full. Mana oldidan qisqacha gapirib o'tadilar. Old taraflarini ko'rayotgan bo'lsangiz, kunduzgi yorituvchi o'zining ledlari bor. Oldlari abrusovkalar ham juda ham chiroyli ishlangan. 3D variantda bo'ladi. Danli blижний bo'ladi, alohida bo'ladi, ko'rayotgan bo'lsangiz. Bunda yana bitta yaxshi plyus taraflari borki, o'ngga chapga masalan rulli bo'lganingizda дополнительный faralari yo'q bo'ladi. Zo'r-ku. Qaysi tomonga borsa o'sha tarafga buriladi. Yana bu obzorni oldin ko'rganlar bor, birinchi ko'rayotganlar bor.
Endi birinchi ko'rayotganingizga albatta yangilik bo'ladi. Diskalar balonlarini ko'rayotgan bo'lsangiz, yoki 255 ga 45-20 dyuymlik diska balon bo'ladi. Motori nechlik bo'ladi aka buni? Buniki aka 1.6 turbina motor bo'ladi. 197 ta ot kuchi bo'ladi. Bunga gaz qo'ysa bo'ladimi? Propan qo'ysangiz bo'ladi. Ha, propan faqat qo'ysa bo'ladi. Endi propanni maslahat berasiz. Propanni maslahat beraman. Endi propan ham qandaydir xuddi benzindek yuradi. O'shaning uchun propan maslahat. Benzindan ham ancha aqlliroq yuradi. 5 kulchoy do'stubi bor. Kamerasi nechlik aka buni? Bularniki yoki 540 gradusli kamera bo'ladi. 540 silipoy zonasi ham bor. Qiyalarigacha tashuvchi ko'rsatadi. Tagigacha ko'rsatadi silipoy zona, orqalari zavodskiy tonirovka. Zavodskiy o'ziniki kuydirilgan oyna bo'ladi. Salon ichini ko'ryapsizlarmi? Juda ham chiroyli ishlangan. Bu abagrev abduf bor-a? Bunda abduf abagrev pamyat sidinligacha bor, okey? Sony kolonkalarda. Sony kolonka, 8 ta Sony kolonkalari bo'ladi, bitta o'zida buferi bo'ladi. Qaranglar, koja polni. Mana bu yerda ham yumshoq unaqa, nima deydi, plastik yumshoq. Yumshog'idan mana. Buni sidinalarini ko'rayotgan bo'lsangiz, Amirbekki nappa kojadan ishlatilgan sidinlar bo'ladi. Juda ham chiroyli ekan. Salon ichlarini ko'rsangiz bo'ladi mana. Patologlarni ham ko'rsatildi. Bundan qora dizaynlar qilingan. Aka qanaqa komfortlari bor? Qisqacha sanab o'tasiz. Komfortlariga keladigan bo'lsak, 540 gradusli kamerasi bor. O'zini trixzonli klimat kontroli bor. O'zini masalan vozdux osvetlari bor, havoni tozalab beradiganlari bor, голосовое управление, 3 xil rejimda yuradi. Ancha ekonomik mashina. Xo'p, orqalarini ko'rsatib o'ramiz, eshikni o'qisiz bo'ladi. Orqasini ko'rsatib o'ramiz. Orqadan ko'rinishidan 7 kishilik oilaviy crossover. Salon ichlari. Mana polni panorama oxirigacha ketgan, orqalari mana USB portlari bor ekan aka orqalarida. Yana bitta ma'lumot berib qo'yamiz. Mashinamizda masalan mana ikkinchi qatorini masalan yotqizib qo'ysangiz, ruspanli ham bo'ladi. Uzoq yo'lga chiqib ketayotganda bolalarga joy solib bersangiz, albatta. Panorama lyukka ochib qo'ysangiz, maza qilib dam olib ketadi. Misol tog'ga ketganda ham bir xillar charchaydi-ku, yotib olsa ham bo'ladi. Shunaqa. Dam olib ketishadi. Dam olib ketsa bo'ladi, bemalol. Xo'p, mana 7-chi o'rindig'ini ham ko'rsatib o'ramiz. 7-chisida ham, lekin joy yaxshi. Bemalol 2 kishi sig'adi. Siz bilan men sig'amiz aka. Bemalol. Bu metal bo'yicha qanday aka, baquvvatmi? Metallari ancha baquvvat aka. Yevropa standartiga mo'ljallangan. Hozir SNG bo'yicha top 5 talikda sotuv bo'yicha turgan mashinamiz. Xavfsizlik bo'yicha zo'rniki, aka. Xavfsizlik bo'yicha ancha zo'r. Qarang, 4 ta oyna, lyuk, bagaj hammasida masalan qo'lingiz yoki yelkangiz nimadir qolib ketsa, avtomatik mashina to'xtaydi o'zi. To'xtab, tepaga ochilib ketadi. Zo'r. Qisib qolmaydi demoqchilar. Xuddi shunaqa. Bezopasnost tomonlama ancha kuchli. Uzunligi ham qaranglar, anchagina katta, bahaybat crossover dizayn bo'ladi. Qanaqa rangidan bor aka buni? Rangidan muammo yo'q. Xudo xolisa kelsa, nalitida bo'lsa, obunachilaringizga qilib beramiz. Bizda yana bitta plyus tarafimiz aka, bilsangiz boshqa sotadigan joylarda rangda narx o'ynaydi. Masalan, qora oladigan bo'lsangiz, ozgina narx qimmatroq bo'lishi mumkin. Bizning avtosalonda unaqa emas. Kelishadi, nalitida mashinamiz bo'lsa, kelishadi, bemalol olib ketaverishadi. Narxlar hech qanaqa o'zgarmaydi. Rangi o'zgarsa, narxi bir xil qoladi demoqchisiz. Xuddi shunaqa. Xo'p, bunga qancha skidka ketyapti aka? Bunga hozir 403 millionlik mashinamiz. Kelishsa yana skidkalari bilan qilib beramiz. Plus firminni bonuslarimizni ham qilib beramiz. Mana kelishsa obunachilaringiz siz uchun yana alohida firminni bonusim bo'ladi. Kanal nomidan kelsangiz agar, Bekzod aka kerak desangiz agar, zo'r bonuslar qilib berasiz, qilib beramiz aka. Xo'p, endi buni yana bitta pozitsiyasi bor edi, sal budjetliroq variant. Budjetliroq pozitsiyamiz ham bor. Buniki komfort bo'ladi aka. Xuddi shunaqa dizayn bo'ladi. Dizaynlarda o'zgarishlar bo'lmaydi. Hadovoy tomonlama, ko'rinish dizaynlari tomonlama bir xil bo'ladi. Tashqi ko'rinishi bir xil. Tashqi ko'rinishlar bir xil bo'ladi. Salon ichida farqi bormi? Ko'rinishlar bir xil aka. Salon ichida masalan mana ko'jalari ham o'sha bir xil bo'ladi. Bu qora ekan, lekin. Bu qoraga qora bo'ladi o'sha. Mana salon ichlari. Почти bir xil, bir ikkita bunda unaqasi yo'q ekan. Funksiyalari, Klimatmi nima deydi? Klimat kontrollari masalan boshqacharoq. Buni motori 1.5 turbina motor bo'ladi. Ha, uniki 1.6 edi. Xuddi shunaqa. Buniki 1.5. Bunda yana bitta ma'lumot berib qo'yaman. Buniki Impay motor bo'ladi. Bunga bemalol metan, propan qo'ysangiz bo'ladi. Ha, muammosiz tushadi demoqchisiz. Metan, propan, tushunarli. Ekonomikniroq bu. Ekonomikniroq. Mana orqalari. Bu mashinamiz ham 7 kishilik bo'ladi. Bu ham 7 kishilik, aha. Bagajlarni ham bitta ko'rsatsangiz. Ko'rsatib o'tiramiz mana qisqacha. Xo'p, mana. Qo'lni ko'tarib qo'yishga mana shu holatni sizlarga bitta ko'rsatamiz. Buni sidenani orqaga qilishga, mana bu oldinda turibdi. Xuddi shunaqa. Mana orqadagi sideni ko'rsatilayotgan bo'lsa aka, masalan orqaga yana yotqizsangiz bo'ladi-da, uzoq yo'lga ketayotgan odam ana. Ha, buni yondan ko'rsataylik mana. Bunda qarshi bellaringiz og'rib ketmaydi-da. Olasiz, pasaytirib qo'yaverasiz. Yotib ketaverasiz-da. Zo'r, zo'r. Buni narxi qancha aka? Buni narxi aka 364 million so'm. 364 million so'm. Bu skidkadagi narximi yo qanaqadir yana skidka bo'ladimi? Mashinani tan narxi o'zi kelishsa, yana ustida yana skidkalarimiz qilib beramiz. Xursand bo'lib ketishadi obunachilaringiz. Kanal nomidan kelishsa aka, qarang, qanaqa podarkalar bo'lyapti o'zi. Aytamizmi shu narsani?
Yo sir bo'lib qoladi. Sir bo'lib qola qolsin aka. Kesin ha, podpischilar xursand qilib yuborasizlar, xudo xolasa. Xudo xolasa xursand qilib, o'ylashganidan ham kattaroq narsalar qilib beramiz. Gap yo'q. Xo'p, endi yana S09 ga o'tyapmiz a. S09 modeliga. Qaysidan ko'rsatamiz aka S09 ni? S07 xil pozitsiya bormi? Ikki xil pozitsiyasi bo'ladi, Pro bilan Max'da bo'ladi. Yuring, obunachilaringiz uchun eng full pozitsiyasini ko'rishlik, ko'pchiligi qiziq bo'ladi. Ko'rsatamiz, aha. Aka, Nia 5 ning rangini olib qo'ydim siz kelishingizga. Rangchasi noodatiy. Ko'rayotgan bo'lsangiz, dizaynlar o'zgargan. Lekin nima deydi? Bitta bo'lib yurasizlar-da shahar ichida ajralib. Endi rangi bo'yicha ham, model bo'yicha ham model bo'yicha ham ancha chiroyli. Ko'rayotgan bo'lsangiz, uju bu nablisovkalar yo'llari bilan uju yonyapti. Lekin S07 da bitta tepasini o'zi yonardi. Uzoqdan kelganda bittada bilinadi, so'z S09ligi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, uzoqdan ham uju ko'zingizga birinchi shu mashina tashladi. Shuni aytaman-da. Buni motori qanaqa bo'ladi? Buni motori aka bu gibrid bo'ladi. 1.5 turbina motor bo'ladi. Общий zapas xodlari bilan 1200 km yuradi. 1200 km. Zo'r. Rasxod qanday bo'ladi? Rasxodlariga keladigan bo'lsak, benzinni 5 litr, 5.1, 5.5 gacha rasxod qiladi. Shu godasiga. Mana balonlari. Miyaqqa balon almashtirish shart emasmi bundan? Yo'q aka, bizani iqlimga ancha yumshoq balon bular. Orqalari zavodskiy tonirovka kamerasi nechilik aka? Bularniki ham aka 540 graduslik kamera bo'ladi. 5 ключевой достуp, слепой zona. Endi hamma mashina 540 bo'lsa kerak, adashmasam, ha? Xuddi shunaqa. Salon ichlari ham juda ham chiroyli ishlagan. Ko'ryapsizlarmi? Polni koja aka bu ham, ha? Bularniki polni koja, shu ko'rayotgan bo'lsangiz, aktor print, shu ho'llardan ishlatilgan bo'ladi. Yumshoq mana. Ushlab ko'rsa bilinadi, endi videoda bilinmaydi baribir. Shu ko'rayotgan bo'lsangiz, oynalari, puchatlari, poni, o'sha detallari boshqacha dizaynda bo'lgan. Podsvetkalari, yana rangi o'zgaradi-a podsvetkalar? Podsvetkalar rangi o'zgaradi. Ashulaga ham qo'yib qo'ysangiz, siz nastroyeningizga qarab o'ynab ketaveradi degan zo'r. Pamit sidenalari ham bor. Elektronik sidena. Kojinli salon, yonlari Alcantara bilan. Alcantarani originallari ishlatilgan, ko'rayotgan bo'lsangiz. Xo'p, mana salon ichlarini ko'ramiz. Xo'p, kattagina monitor. Xo'p, men qanaqa komforti bor aka buni yana? Bunda ham masalan голосовой управлениyalarimiz bor. Bunda o'zi xavfsizliklar hamma narsa funksiyalari bor. Masalan, mashina sizga yaqinlashib qolsa, avtomatik ko'rsatadi ekraningizdan. Sizga masalan polni pоворотчиklaringiz yoqqaningizda hammasi ekraningizdan ko'rsatib turadi. Ko'rsatib turadi. Mashinaning plus taraflari Mercedeslarda bilsangiz o'zini освещительlari chiqardi. O'zini освещитель. Buni ham xuddi o'zini освещительlari bor. Zo'r. Qon tozalab bergandan keyin avtomatik 3 xil aromatizatор bor. O'shandan xohlagan hidingizni qo'yib olasiz. 3 xil bor. Endi qaysi o'zlaringizga ma'qul kelsa qo'yib olasiz-a? Lekin bittasi necha yilga ketadi aka? 2 yil ketadi bittasi. Undan ham ko'proq aka. Undan ham ko'p ketadi. Yo'q, endi ishlatishingizga ham bog'liq. Ishlatishga ham bog'liq. Mabodo qolmay qolsa, kelishsa, qilib beraveramiz aka. Muammosi yo'q u narsada. Yo'q. Aka, keyin buni orqasini ko'rsataylik birinchi mana. Orqalari ko'rib turibsizlar, tashqi dizaynlari juda ham chiroyli, orqalarini ko'rsak bo'ladi. Aka, bundan zapchastdan muammo yo'qmi? Yo'q, zapchastdan umuman muammosi yo'q aka. Kelishadi. Xohlagan zapchastligini qilib beramiz. U ham 7 kishilik faqat tushirib qo'yilgan, tushirilgan holatda kattagina bagaj hosil bo'ladi. Endi oilada pastayda 5 kishi bo'lsangiz aka tushirib qo'ysangiz bo'ladi. Agar 7 kishi bo'lsangiz ko'tarib qo'yasizlar. U ham bagaj zati bor, yo'q emas. Bagaj bor aka. Bagaj bor. Xo'p, uzoq yo'llarga maslahat beraman aka. Uzoq yo'lga dam olib ketishadi. Ancha yumshoq mashina. Hadoylari ancha yumshoq aka bularniki. Necha yil garantiya berilyapti aka bularga? Mashinaga aka 5 yil garantiya berilyapti, 2000 kilometrgacha. Hammasigami yo imенно shunga 5 yil? Hamma mashinalarimizga, shu ustiga hamma modellarimizga 5 yil garantiya, 2000 kilometrgacha beramiz. Hali O'zbekiston bo'yicha 2000 kilometr hech qaysi avtosalon bermadi. Albatta. Yo, qaranglar, 200 ming probegni oldinroq qilib qo'yasizlar yoki 5 yil maza qilib haydab yuraverasizlar. 200 ming probegni kim qancha vaqtda bosib o'tadi? Kommentariyada yozib qoldirasizlar. Xo'p, buni yana qanaqa rangidan bor aka? Ranglardan muammo yo'q aka. Muammo yo'q. Qora, oq, xolis, mana bunaqa yengilchi niyabishning ranglarimiz ham bor. Narxi qancha aka buni? Buni narxi aka 494 million. 494 million, aha. Mayli sizga yana bitta elementarniy bitta tochkasini aytaman. 72 milliongacha skidka qilib beramiz. Shunga 72 milliongacha skidka. Zo'r. Siz obunachilaringiz uchun. Bu hali hech qayerda aytilmagan ma'lumot bo'ldi hozir. Albatta, albatta. Endi 72 millionga bunday olib qarasangizga bitta mashina olsangiz ham bo'ladi. Biri plyus birida xuddi shunday. Nima deysiz? To'g'rimi? 72 millionga aka masalan bitta mashina olsangiz ham bo'ladi-da. Nu biz hozir yangi mashinaga skidka qilib beramiz. Bundan tashqari yana firmenniy bonuslarimiz bor. Aka, keyin qarang, buni qanaqa ko'rinishda olsa bo'ladi? Xohlasangiz naqd to'lov asosida, xohlasangiz avtokredit, yo рассрочка, haydab yurgan mashinanglar bo'lsa, o'zini ham olib kelishsin, boshqa narsa to'lov sifatida qabul qilib qolib, qimmatroq hisoblab olib qolib,
Mashinani bitta pasport evaziga o'zingiz nomingizga chiqarib beramiz. Trading xizmati ham bor demoqchisiz. Trading xizmatlarimiz ham bor. Boshlang'ich to'lovsiz olsa bo'ladimi, yo'qmi? Boshlanish to'lovsiz bank talablari bo'ladi. Bank talablariga agar klientimizning to'g'ri kelsa, qilib beraveramiz boshlanish to'lovsiz. Uni ham iloji bor demoqchisiz. Endi biror narsani zalogga qo'yish kerak emas. Lekin zalogga qo'yish kerak. Nima zalogga qo'yiladi aka? Mashinaning tan narxidan 30% qoplanadigan zalog qo'yilishi kerak. Yoki tushunarli. Turar joy. Bo'ldi. Lekin uni ham iloji bor. Endi Uni ham iloji bor. vaziyatlaringizga qaranglar, xohlasangiz, naq olinglar, xohlasangiz, avtokredit xohlasangiz, rassrochka, yana qanaqa yo'li bor edi? Naq, avtorasrochka, shular, ha? xuddi shunaqa. Bo'ldi, xo'p. Kelishsa, aka batafsil ma'lumotni avtosalonda beraveramiz. U nima deydi? S07 ni rasxodini aytmadik adashmasam. Nechta rasxod? S07niki aka qarang, buniki 7 tagacha rasxod qilyapti. Masalan, mana komfort payisamiz. Komfort payisamiz 7 tagacha rasxod qilyapti. Shunda men aralashtirib aytayapman-da, komfort. Eko bilan sportni qo'shib etilganda. Agar danmida yurishadigan bo'lsa, undan ham rasxod tushib ketadi. Undan ham rasxod kam bo'ladi. Xuddi shunaqa. Tushunarli. Kelishsa, aka test drayvlarini qilib ko'ramiz. Hamma ma'lumotlarni beramiz. Baribir shuncha gapdan ko'ra kelib turib o'zligi ko'rib, haydab ko'rishganligi yaxshi. Albatta. Keyin S09 da benzin variantidan ham bor-a? S07 ni benzin variantidan bor. Qaysi benzin aka shu? Keling aka, mana shuni. Oq. Mana ko'ryapsizlarmi? Oq ham lekin juda ham chiroyli ishlangan. Mana ko'rib turibsizlar. Juda ham vidni beryapti deydi-ku. Motori qanaqa bo'ladi aka buni? Bular aka 2 turbinali bo'ladi. 2 turbinali. Ko'rayotgan bo'lsangiz, Michelin ballonlarda zavodskoy chiqqan bo'ladi. Michelin ballonlarda zavodskoy chiqqan. Bu Michelinni bilgan biladi, juda qimmat turadi, ha aka? Ancha qimmat turadi aka. Ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha buni dizaynlari ancha o'zgargan. Qani, salon ichidagi bitta o'tib Salonlarni olamiz. ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha yashil bilan oq kombinatsiya bo'lganda, bunday. Shunday o'xshaydimi? Kojinni saloni qaranglar, polni почти 80% mi 90% koja, ha aka? Xuddi shunaqa. Mana. Ko'ringlar, bu ham lekin juda ham chiroyli. Elektronli sidedi, mana. Salon ichlarini ko'rib turibsizlar. Kattagina monitor, bitta monitorni ko'rsatib o'raydi. Obunachilarga qiziq baribir. Bo'ldi aka. Qaranglar, tiniqligini u Telegram, WhatsApp skachat qilib qo'yilgan o'sha tayyor holatda. Aka, bu russkiy bo'lar ekan-a o'sha. Xuddi shunaqa o'zgartirilgan o'zi. Bu menimcha telefon qo'shib qo'yilgan o'sha mana bu yerda turibdi mana. O'sha karplaylarga Kartalarni ulab qo'yilgan. Kartalari, hamma narsalari bor. Endi bu obunachilarga ko'rsatish uchun, to'g'rimi? Xuddi shunaqa Klientlarga, obunachilarga ko'rsatish uchun. Kelishsa, xudo xolasa, siz obunachilaringizga ham mashina qilib ulab berasiz o'zingiz. Ulab beramiz aka. Gap yo'q. Endi bu nima deydi? O'zi zavodskoy russkiy keladi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Mana. Kelishsa, aka yana batafsil ma'lumotlarni berib, qo'shimcha yana mana bunaqa narsalari bilan qilib beramiz. Xursand qilib jo'nataveramiz aka. Xo'p, bu беспроводный зарядники bor, ha? O'zini ko'rayotgan bo'lsangiz, axlajdenalari bilan bir. Qaranglar. Telefon qizib ketsa, pultga ham mana qaranglar. Zaryadga qo'yib ketsangiz, bunday qo'yib ketsangiz zaryad olib ketaveradi, ha? Shunaqa. Barlarni ham bitta ochib ko'rsatdi aka. Barini ham bitta ko'rsatib yuboring, ha. Ikkita tarafga ochiladi aka. Kattagina bar. Sovutadi, isitadi o'ziniki. Zo'r, xuddi shunaqa. Zo'r. Siz tarafdan ham, men tarafdan ham ochiladi. O'sha bo'yicha qulaylik zo'r ekan. Stakanchiklarimiz ham bor. Stakanlik. Sovutadi, isitadi aka. Xo'p, nima deydi bu? Elektronniy ruchnik avtoholda bor. Avtoholtlari bor. O'sha richaklari aka, mana Mercedesniki, Audi'nikidagi o'zgargan. Endi qimmat mashinalarga shunaqa qo'yiladi. Xuddi shunaqa. Qimmat ham nima desa bo'ladi? Komforti zo'r mashinalarga endi mana orqalarini ham ko'rsangiz bo'ladi. Orqalari ham buniki ham yotib ketadi aytganlaridek, boyangidek. Orqa tarafdan ko'rayotgan bo'lsangiz anaqalari bor. Old tarafdagi anaqani masalan to'g'irlab qo'yishsa bo'ladi. Orqada orqa qilib ketsa yo o'zlaringizga qulay qilib olsangiz ham bo'ladi. Orqada o'tirgan odam. Mashinada aka orqada o'tirib dam olib ketishdan mazza-da. Gap yo'q, mana to'xtang, ochmay turasiz. Bitta shuni ko'rsatib o'raylik. Qaranglar, dizaynni ko'ryapsizlarmi? Hali kunduz kuni shunaqa yonyapti-da. Endi kechqurun bilmayman. Bundan keyin aka ko'rayotgan bo'lsangiz LED-dan foydalanilgan. Har bitta detal LED-lardan foydalanilgan. Kechqurun juda ham chiroyli yonadi. Kunduz kuni ancha chiroyli ko'rinyapti aka. Ko'rayotgan bo'lsangiz o'sha borti chiqarilgan. Shuni aytaman-da, kunduz kuni shunaqa zo'r ko'rinadi-da. Kechqurun вообще bo'lsa kerak-a? Kech payti ancha chiroyli ko'rinadi aka. Xo'p. Buni akajon narxi qancha bo'lyapti? Buni narxi aka 429 million. Ya'ni kelishsa ustida yana narxlarni batafsil. Yana chiroyli qilib berasiz. Bunga ham skidka ketyaptimi? Bunga ham skidkalarni qilib beramiz aka. Tushunarli. Xo'p. Bundan ham ranglaridan bor aka? Bundan ham ranglaridan bor. Kelishsa nalichida bo'lsa qilib beramiz. Bu 390. Bu nima degan aka? Nima? GTI degani aka. GTI degani 390. Xo'p, tushunarli. Buni narxlarini aytdik, ranglardan bor dedilar. Bunda ham shunaqa boyagi aytganlaridek hammasiga bir xil garantiya beriladi. Bir xil garantiya. Bizdagi hamma Swiss brendlariga 5 yil garantiya 2000 kilometrgacha beriladi. Gap yo'q. Endi zapchastlardan hech qanaqa muammo yo'q aka. Tushunarli. Zapchastdan muammo yo'q, bemalol kelib, qo'rqmay xarid qilaverasizlar. Nimaga qisqacha bitta lokatsiyani tushuntirib yuborasiz aka? Lokatsiya tushuntirib beraman aka.
Mashina bozoriga kelib turishdiki, birinchi avtosalon. Siz Birinchi Sergeli. avtosalon Suis Sergeli. Yana pastda nomerlarni yozib qoldiraman, telefon qilib akamizga aloqaga chiqsangiz agar, topolmasangiz lokatsiyalarini tashlab beradilar. Xuddi shunaqa aka. Akajon, sizga katta rahmat, Okey, to'liq sog' obzor bo'ling. uchun. Rahmat. Sog' bo'ling. Aziz obunachilar, kelasizlar, ko'rasizlar, o'zingizga qaysi ma'qul bo'lsa bemalol ko'rib, qaytib ketishlaringiz mumkin. Xohlasangiz xohlasangiz qora, mana ertalabdan klientlar kelishgan. Adashmasam bular ham uje olishyapti. Ko'pchilik mana shunday ekan, mana shunga juda ham qiziqdim aka, borku. Aka bu anchini Xudo xohlasa, bunisi obzorda. Bu safar kelganimizda to'liq obzorini qilamiz aka. to'liq obzorini qilamiz. Sizlardan sizni kanalingizda bo'ladi. Yo'q. Aziz obunachilar, har doim meni kanalimda birinchilardan bo'lib chiqadi mana shu modelda. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Obuna bo'lgan bo'lsangiz, bizdan uzoqlashmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zlaringizni asrang.